Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilar, hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan Ustoz Abror Muxtor Aliga, ya'ni millatdoshlarimizni ba'zi birlari video murojaatlar yo'llashgan. Qisman mana shu video murojaatga javob o'laroq video tayyorladik. Birgalikda sizlar bilan bo'lib o'tgan voqelikni ko'ramiz, tanishamiz. Videodan so'ng o'zimiz uchun kerakli bo'lgan xulosalarni, ma'lumotlarni olamiz degan umiddaman. Biz videolarni boshladik. Assalomu alaykum. Mana shu video murojaatimiz O'zbekistondagi eng to'piviy qorakalaga, domlalarga bo'ladi. Masalan, Abror Muxtor Ali, Shukurullo domla, shunaqa shunga o'xshagan katta internetda mashhur qorakalarga bo'ladi. Akalar, domlalar, ahli ilmlar ha deb bu qarzi bordi ezib, siqib qarzini to'lab qo'ydigan ma'ruzani chiqaravermasdan bildik to'lashimiz kerak, gunohkor bo'lamiz ekan o'lib qolsak, shuni to'lashimiz kerak, bildik. Mana O'zbekistonda bo'layotgan piva festivali Toshkentda bo'lgan, Samarqanddagi ko'pik saunada bolalar, qizlar yalang'och cho'milishyapti ko'pikning tagida. Shularga ham bitta domla gapiramikin deb kutdim gapirmadilar. Bir gapiringlarchi. Shu yerlarda kimdir qizi o'ynayapti, kimdir kelini bor shu yerda. U kelinni eri Rossiyada biladi. Kelin bittasi yo'biri bilan o'ynab yuribdi. Ha bir gapiringlar shularga ham. Faqat qarzi bordi gapirmasdan. Va qarzi borlar o'zi haligi sizlar gapirib qo'ygan ma'ruzani hali haqdor tashovurib masjiddan qilardi biladi. Kassa gurpay kirsiz ham ma'ruza, qarindoshlar gurpasiga kirsiz ham ma'ruza, o'zingizni sinfdoshlar gurpasiga kirsiz ham ma'ruza. Ma'ruz bildik, qarzi borlar to'lab qo'yinglar hammanglar. To'laylik, men ham sizlarga o'xshab qarzdaman. To'laylik shu qarzni. Shu domlalarchi diqqat qilardi. Shu domlalarni gapirib tashovurib bo'lar. Shuning uchun akalar, ukalar, festivallarni ham bir gapiringlar. Shu yerlarda bari musulmon yoshlar, O'zbekiston kelajak yoshlar qo'lda deydi. Yoshlar pivada barda alkashjalar. Shularga ham bir gapiringlar. Abu Xolid pivo deb yozib qo'yibdi. Bizda pivo sotilmaydi. Abu Xolid profilni qaranglar, pivo deb yozib qo'yibdi. Alkash. Bo'lmuş. Var boshqa joydan so'raysan pivoni. Bu yerda pivo sotilmaydi. Domla, iningizga kirib ketdingizmi? Gaz, svet narxlar oshdi. G'ayrat haq gapni gapirganida mazaxlab chiquvdingna. Shuhrat bilan endi til ketiniga kirib ketdimi? Qarang. Mana shu odamlar yuzma-yuz kelmaydi. Masalan, to'g'ri savolni to'g'ri yo'naltirish mumkinligini biladi-yu, qasddan shunaqa haqorat qilib yozadi. Keyin mana shunaqangi haqorat qilib bemalol, mana hozir hech qanaqa gap so'z yo'q. Biz gazni narxini oshishligini ham biz gapirishimiz kerak. Yomg'ir yog'may qolsa ham biz gapirishimiz kerak. Mana shu odamlarni onasi homilador bo'lib qolsa, uni ham chiqib biz gapirishimiz kerak. Xotini homilador bo'la olmay qolsa, uni ham biz chiqib gapirishimiz kerak. Singlisi kimdandir homilador bo'lib qolib uyiga qaytib kelib qolsa, uni ham biz gapirishimiz kerak. Bularni xayolida. Mana shu javobim qo'pol tuyuladi ba'zilarga. Lekin mana bu odamni, mana shu Abbos Abdullajonov degan profilni yozayotgan mana shu narsaga haqqi bormi? Mana shu narsani yozib mendan chiroylik, ya'ni rahmat sizga degan javobni kutayotgan bo'lsa, bu odamning aqlida ishkol bor. Sen haqorat qilib yozyapsan. Haqoratingga yarasha javob qaytarsa, ya'ni bunaqangi yozish uchun, ya'ni odamning tomiri toza bo'lmaslik kerak. Tomirida qanaqadir g'alati zinolik, tomirida haromlik, ya'ni psixikasida qanaqadir travmasi bor odam bo'lish kerak. Mana shunaqangi haqorat, mazaxlab mana shunaqa qilishligida shunaqa bo'lish kerak. G'ayrat haqni gapirgan. Qanaqa haqni gapiradi? G'ayrat qornini o'ylab gapirgan. Patinkasini ko'tarib, erkak kishi, nomuslik erkak kishi o'zbek millatining qadriyatida bor. Patinkasini ko'rsatib chiqmaydi. Patinkasini yirtig'ini ko'rsatmaydi. O'zbek erkak og'zi qonga to'lgan bo'lsa ham tupurmaydi. Odamlar menga rahmi kelmasin deb.
Erkak shunaqa bo'ladi. Sanlar endi o'sha g'ayratli toifasidan sanlar. Balki g'ayratli o'zi ham bo'lishi mumkin. G'ayrat masalasini har safar takrorlashdan charchamaymiz. G'ayrat Do'sov xalqni dardi deb gapirib chiqqanda aslida xalqni dardi emas edi u. O'zini shaxsiy dardi edi. 100 million so'm berishdi, shu bilan jim bo'lib qoldi. Pulni tugatgandan keyin chiqib yana boshladi. Yana u narsa bo'lib qolarmikin deb. Undan tashqari u gaz zapravkalarini ochib berlaring deb davlat rahbarlariga, struktura mutasaddilariga baqir-chaqir qildi. U aslida xususiy zapravkalarni yopishdan ko'zlagan maqsad u qishloqlarda tezak yoqayotgan bechora aholiga, xalqqa gaz yetib borishligi uchun edi. Gaz zapravkalar mashinasi bor odam uchun gaz zapravkalari. O mashinasi yo'q, uyda sovuqda o'tirganda nima qiladi? Buni tushunib turishibdi. Lekin takrorlashaveradi. Nimaga? Baribir shuni gapini xatoga chiqarishimiz kerak. Aslida gapirdikmi? O'ylab turib, fikrlab, mulohaza bilan bir mavzuni tagiga yetib gapiramiz. Endi bunaqa haqorat qilib yozishdan maqsad qo'lga tushmayman men, baribir ushlamaydi-ku meni degan e'tiqodi bor bularni. Qiyomatda nimaga haqorat qilding deb Alloh taolo turib so'raydi meni bilishimcha shunaqa. Nimaga sen buni tiling ketingga kirib ketdi deb yozding? Nimaga? Seni masalan oilangda otang, onang o'rtasida shunaqa muomala bo'ladi. Masalan, otang onangga tiling ketingga kirib ketdi deydi. Bemalolmi bu gap? Yoki sen dadangga shunaqa deysan, dadang senga qarab ha deb indamay ketaveradimi? Men seni dadang ham emasman. Yoki sen meni tug'ib qo'ygan onam emassan. To'g'rimi? Nimaga haqorat qilyapsan? Demak, mana shu joyda provokatsiya bor, nifoq, munofiq odamlarni faoliyati bor. Abror Muxtor Aliyni fikrlaridan bezovta odamlar bor. O'sha bezovta odamlar mana shunaqangi provokatsiya qilishadi. Davom etinglar. Kuchinglar yetmaydi. Pivo festivali haqida fikringiz. Shu trolling harakati bo'lyapti-da. Pivo festivali haqida fikringiz. Shuni so'rayotganlar menimcha halol qilib bering, borsak bo'ladimi deb so'rayaptimi? Misol shunda bunaqa bo'lsa bularda farosat yo'q. Biz pivo festivalini, pivo ichishni, pivoni bunaqangi shou qilishini, hatto reklama qilishini tarafdor emasmiz, qarshimiz. Yoshlarni o'sha joyda to'planib mana shunaqangi ya'ni qadriyatga qarshi ishlarni qilishiga qarshimiz biz. Qarshiligimizni har doim aytib kelganmiz. Bir qiziq gap borda, bizni ustozimiz bo'lardi Odilxon Eshon, Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Shu kishini bir chekist kelib so'roq savol qilgan ekan. Kelib aytgan ekan, ota nos bormi degan ekan Odilxon Eshonga. Deganda Odilxon Eshon qarab, endi Odilxon Eshonni bilganlar biladi. Soqollari uzun, sallada, uzun yaktakda yurgan, nuroniy, bir ko'rgan odam Xizrga o'xshatadigan darajadagi inson edi. Alloh rahmat qilsin. Shu kishidan kelib nos so'rayapti. Nos bormi deyapti-da. Shunda Odilxon Eshon aytgan ekanlarki, qayerda ishlaysan sen deganda, chekistman degan ekan. Chekist eski NKVD KGB davri SSR paytida. Shunda Odilxon Eshon aytgan ekanlarki, "Yo'q, sen chekist emassan. Chekist bo'lganingda meni nos chekmasligimni bilgan bo'larding. Sen meni nos chekmasligimni bilmasdan mendan nos so'rayapsanmi? Demak, sen chekist emassan yoki farosat yo'q senda." Pivo festivali haqida ham shunaqa bo'lyapti-da. Buni qilayotganlar aniq trolling, ma'lum bir doira, balki o'sha festivallar tashkil qilganlarning o'zi guruhi ham bo'lishi mumkin. Boshqa guruhlarda farosat yo'q. Hozir Instagramda bittasi yozgan ekan, telefon qildim. Keyin bularning aksariyatida shunaqangi fikriy dunyoqarashi ham buzilgan bo'ladi. Vaziyat tug'ilib qoldi, haligi gapirish kerak. Mana endi bizni davrimiz keldi. Qani pivo festivali haqida gapirmaysanmi deb olamiz degan ichki maxfiy shahvati bo'ladi.
Yangi yil bo'lganda darrov yangi yilni ko'taradiganlar, mavlud bo'lganda mavludni ko'taradiganlar bo'ladi-yu. O'sha tema, o'sha mavzu ularga kayf beradi ya'ni. Ularga qizig'i yo'q. Pivo festivalini qoldirish kerakmi yoki uni ahamiyati yo'q. Muhimi gapirmaysanmi deb olish. Bo'ldi. Keyin yo gapirmayman men yoki gapirish mumkin emas degandek fon shakllantirishyapti. Men go'yoki yo pivo festivali haqida gapirmaslik kerak, jim turish kerak degandek harakat qilishyapti trolling. Farosatinglar yo'q sizlarni. Pivo harom. Harom. Kullu muskir harom hadis sharifda bor. Ozgina mast qiladigan narsa ham harom hisoblanadi. Unga borayotgan bo'lsanglar, qizinglarni, bolanglarni asranglar, ehtiyot qilinglar, borg'izmanglar. Ayniqsa hozirgi talotim davrida o'ta xavfli bo'lib qoldi. Qizlarimizni qo'liga telefon berib qo'yib, ularni nazorat qila olmay qolsak, bu qizlarni och bo'rilarni ichiga qo'yib yuborgan qo'ziga o'xshab qoldi hozirgi jamiyatda. Pivo festivali nima u bir tiyinga arzimaydigan narsa bo'lib qolyapti boshqa ishlarni oldida. Mana hurmatli do'stlar, videolarni birgalikda ko'rib tanishib chiqdik. Ilohim yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Kelgusi videolarda sihatlikda, salomatlikda diydorlashish barchamizga nasib qilsin. E'tiboringiz uchun rahmat.